Tushda namoz ko'rishning ta'birlari. Tushda o'qilgan namoz islom va iymon deb ta'bir qilinadi. Biror masjidda odamlar bilan birga namoz o'qiganini ko'rgan kishi ko'pchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, so'zi o'tadigan bo'ladi. Yolg'iz o'zi namoz o'qiyotganini ko'rgan kishining hayoti osoyishta bo'ladi, pinhon ilmlarni o'rganadi. Sharq va g'arb tomonlarga qarab namoz o'qiganini ko'rgan kishi diniy vazifalarga e'tiborsiz bo'ladi, noshariy yo'llar bilan boyiydi. Qiblaga orqa o'girib namoz o'qiganini ko'rgan kishi dindan yuz o'giradi. Jamoat bilan shunday holatda namoz o'qiganini ko'rgan kishi diniy guruhlarga qo'shiladi. Tushda namoz o'qish yaxshilikka yo'yiladi. Olovga, oynaga qarab namoz o'qiganini ko'rgan kishi fitnaga moyil bo'ladi. Biror sahro yoki tekislikda namoz o'qiganini ko'rgan kishi azoblardan qutuladi. Masjidda namoz o'qib, mehrobga suyanganini ko'rgan kishi falokatdan qutuladi, baxtga erishadi. Tushda o'tirib namoz o'qiganini ko'rgan kishida qo'rqoqlik va ozga qanoat qilish bo'ladi. Tushda qabrga qarab namoz o'qish joiz bo'lmagan biror narsani hadya qilishga ishoradir. Tushda namozni tugatib, salom berganini ko'rgan kishi g'am-qayg'udan qutuladi, mehr-muhabbat ko'radi. Namozda chapga o'ngga qaraganini ko'rgan kishi dunyoning boyliklariga mehr qo'yib, oxirat ne'matlaridan yuz o'giradi. Bu tush kishining nafsining qutqulariga uchishiga ishoradir. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi namoz o'qiyotganini va yuzi sharq tomonga qaraganini ko'rsa, hajga borishiga dalildir. Agar g'arb tomonga qarab namoz o'qiyotganini ko'rsa, islom diniga orqasini o'girganiga dalildir. Tushda yo'lda namoz o'qiyotganini va orqasi qibla tomonda ekanini ko'rsa, ajali yaqin qolganiga dalildir. Tavba qilmoq kerak. Agar namoz o'qiganini, biroq qibla qaysi tomonda ekanini bilmagan bo'lsa, din yo'lida hayronlikda qolishga dalildir. Agar qibla tomonga qarab namoz o'qiganini ko'rsa, din yo'lida mahkam ekaniga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushda bir qavmga imomlik qilganini ko'rsa, jamoatning miqdoriga muvofiq sarvarlik topishiga dalildir. Agar namoz vaqti o'tib ketganini, namoz uchun toza joy topilmaganini ko'rsa, ishlari qiyinchilik bilan davom etishiga dalildir. Agar namozni buzgani, oxirigacha o'qimagani yoki tahoratsiz namoz o'qiyotganini ko'rsa, maqsadi muyassara bo'lmasligiga dalildir. Tushda masjidda yoki madrasada imomlik qilayotganini ko'rsa, o'sha diyor podshohi unga muxlis bo'lishiga dalildir. Namozda rukuh va sajdalarni to'liq joyiga qo'yganini ko'rsa, din va dunyo ishlari yaxshi bo'lishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushda peshin namozini o'z vaqtida o'qiganini, osmon ravshan va toza ekanini ko'rsa, Haq taolo qoshida darajasi ko'tarilganini bildiradi. Agar osmon xira va bulutli bo'lsa, g'am anduh yetishiga dalildir. Tushda namoz o'qiganini ko'rsa, umid qilgan narsasiga yetishishiga dalildir. Tushda shom namozining farzini ado qilganini ko'rsa, xotini va bolalari xush muomala bo'lishi va bundan shod va xurramlikka yetishishiga dalildir. Agar bomdod namozini ado qilganini ko'rsa, safarga ketishiga dalildir. Agar bu tushni ayol kishi ko'rsa, qayzli bo'lishiga dalildir. Tushda tahoratsiz namoz o'qiganini ko'rsa, bemor bo'lishini bildiradi. Agar xufton namozining farzini ado qilganini ko'rsa, omon bo'lishi va dushman ustidan zafar topishiga dalildir. Tushda bog'da namoz o'qiyotganini ko'rsa, gunohdan tavba qilishiga ishoradir. Agar kemada namoz o'qiganini ko'rsa, qarzidan qutulishiga dalildir. Tushda namoz o'qib, sahro tomon yuz tutsa, Hazrati Rasulullohning qabrlarini ziyorat qilishiga dalildir. Agar Ka'bada namoz o'qiganini ko'rsa, ishi xalifa orqali ko'ngildagidek yaxshi bo'lishiga dalildir. Tushda namozdan so'ng yana sajda qilganini ko'rsa, bir muhtasham ulug' kishi ustidan g'alaba qilishiga dalildir. Tushda Alloh taolodan o'zgaga sajda qilmaganini ko'rsa, murodi hosil bo'lishiga dalildir. Tushda devor ustida sajda qilayotganini ko'rsa, ulug'lardan unga ranj va xorlik yetishiga dalildir. Agar namoz o'qiyotib asal yeganini ko'rsa, o'z ayoli bilan jinsiy yaqinlik qilishiga dalildir. Agar namozda at-tahiyotga o'tirganini ko'rsa, g'amdan qutulishi va hojati ravon bo'lishiga dalildir. Agar namozda salomni avval chapga berganini ko'rsa, ahvoli parishon bo'lishiga dalildir. Tushda namozni o'tirib o'qiyotganini ko'rsa, dushman ustidan zafar topishiga dalildir.
Ba'zilarning aytishicha, uzri bo'lib, bu uzri qabul qilinishiga dalildir. Agar tushida namoz o'qib, o'ziga duo qilayotganini ko'rsa, farzand tug'ilishiga dalildir. Agar qorong'uda namoz o'qiganini ko'rsa, g'amlardan qutulishiga dalildir. Agar tungi namozni ado qilayotganini ko'rsa, barcha tarsolardan omon bo'lishi, ne'mat, ulug'lik va martaba topishiga dalildir. Agar namozni yonboshlab yotib ado qilayotganini ko'rsa, bemor bo'lishiga ishoradir. Gar juma namozini o'qiyotganini ko'rsa, safarga borishi va halol mol topishiga dalildir. Agar Baytul Maqdisda namoz o'qiganini ko'rsa, meros topishi va rizqi keng bo'lishiga dalildir. Agar Ka'bada yoki Ka'baning tomida namoz o'qiganini ko'rsa, Ka'baga borishi va ishlarning oqibati yaxshi bo'lishiga dalildir. Hofizi Muabbirning aytishicha, tushda namoz o'qish 3 narsaga dalildir: farzga, sunnatga, nafilga. Agar namoz o'qiganini ko'rsa, Haq taolo unga hajni nasib qiladi va yomon ishlardan asraydi. Tushda namozning sunnatini o'qiganini ko'rsa, ishlarida sabrli bo'ladi, yaxshi degan nomning tarqalishi va xalqqa shafqatli bo'lishiga dalildir. Agar nafil namozini o'qiganini ko'rsa, ayolini aziz tutish, do'stlarning ishi uchun harakatda bo'lishiga dalildir. Tushida hajr ustida namoz o'qiganini ko'rsa, unga katta g'am yetishiga dalildir. Agar korxona yoki do'konda namoz o'qiganini ko'rsa, Alloh taolo kasbi koriga barokat berishiga dalildir. Agar juma namozini o'qiganini ko'rsa, ishlarida xotirjamlik bo'lishiga ishoradir. Xolid Isfahoniyning aytishicha, tushdagi ruku va sujud Haq taologa yaqin bo'lishini bildiradi. Ta'birchilarning aytishlaricha, tushida namozda rukuga borganini ko'rsa, mol zakotini berganiga dalildir. Agar namozni to'liq ado qilsa, Haq taolo uning ibodatini qabul qilganini, duosi mustajob bo'lganiga va Alloh unga rahmat qilganiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushda namoz o'qish 7 narsaga dalildir: omonlikka, shodlikka, izzat va obro'ga, martabaga, ulug'likka, murod topishga, qazoni nuqsonga. Yana uning aytishicha, tushdagi ruku va sajdalar 5 narsaga dalildir: murod topishga, davlatga, ko'makka, zafar topishga, Haq taolo amrini bajo qilishga. Agar murdaga namoz o'qiganini ko'rsa, unga duo va sano aytishiga dalildir. Agar namozni to'liq ado qilmasa, ta'biri aksinchadir.